Assalomu alaykum, Intimoqda xabarlarning kechki soni va bugun sizlar bilan men Hurmatoy Nurmatova tanishtiraman. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Qozog'istonda 13 yil qullikda yurgan qirg'izistonlik ayol qutqarildi. Chegara muammosini hal qilish bo'yicha qarorlar qabul qilindi. Papanliklar ortiqcha og'irlikdagi yuk mashinalarini o'tkazmay yo'lni to'sishgan. Ertaga ko'pirlar sinib qolsa biz javob beramiz. Biz qattiq olamiz. Batkenning Mazey qishlog'ida elektr quvvati past. Çaynak qo'yganma 2 soat bo'ldi. Chay qaynaydi. Bolam saboqqa shashib ketadi. O'shning Japala qishlog'ida Afg'on urushida qurbon bo'lganlar hurmatiga yodgorlik o'rnatildi. Bizim жердештерибиздин мемориалдык эстеликтердин ачылышын кылабыз. Бул азыр Алиев орто мектебинде, Курманжан орто мектебинде жана Нариманов атындагы орто мектептеринде. Qozog'istonda 13 yil qullikda yurgan qirg'izistonlik ayol qutqarildi. Zamondosh diasporasining bildirishicha, xo'rlangan bu ayol to'g'risida Jambil oblastining Axterek qishlog'ida istiqomat qilgan imom 24-aprelda Qirg'izistonga ma'lum qilgan. Qorasuvlik qiz 2004-yili 15 yoshida Qozog'istonga 150 ming tengaga sotilib ketgan. Elzada Mo'minova ota-onasi yo'q bo'lganligi sababli tanish oilalari uni Qozog'istonga olib ketganini bildirdi. U yerda Mo'minova 2 marta sotilib turmush qurib 3 farzandli bo'lgan. U hozir qizi bilan Qirg'izistonga keldi. 2 o'g'li Qozog'istonda qolgan. Hozirda uni shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar yo'q. Qumtorning 2 nafar vitse-prezidenti o'lkadan chiqib ketdi. Bu haqda Bosh prokuraturaning matbuot kotibi Nurlan Tag'ayev bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, yopiq hissadorlik jamiyatining faol mablag'larini noqonuniy chetga chiqarish fakti bo'yicha jinoiy ish davom etmoqda. Tekshiruv davomida kuch tizimi payshanba kuni mazkur kompaniyaning binosida tintuv ishlarini olib borishgan. Qumtor Gold kompaniyasining 2 vitse-prezidenti Mark Berton bilan Leslie Low tintuv bo'lgan kunning ertasiga, ya'ni 29-aprelda chiqib ketgani ma'lum bo'ldi. Bosh prokuratura ularni qayta chaqirmoqchi, agar kelmasa xalqaro qidiruv e'lon qilinadi. Papanliklar og'ir yuk mashinalari uchun yo'lni to'sib olishgan. Bu vaqtgacha haydovchilar o'zaro kelishib 20 tonnadan ortiq yuk yuklashmagan. Biroq Jalil Atambayevga tegishli bo'lgan mashinalar 50-60 tonnalik yuk bilan o'tishmoqda. Ularni hech kim nazorat qilmay, og'ir yuk sababli ko'priklar vayron bo'lishi mumkin. 4 qishloqning yashovchilari og'ir yuk mashinalarini o'tkazishmayapti. Hozirda bu yerdagi vaziyat bo'yicha navbatdagi lavhada tanishasiz. Popon aholisi 3-4 yildan beri ko'priklarni saqlab qolish harakatida hukumat vakillariga murojaat qilib kelishadi. Lekin davlat tomonidan hech bir yordam ko'rsatilmaydi. Shu sabab mahalliy yashovchilar og'ir vazndagi mashinalar uchun yo'lni to'sishgan. 45 tonna 50 tonnadan yuklanib o'tadi, ko'priklarimiz buzildi. Bundan chiqarib bu sentr deb qo'yilgan. Bu sentr chiqarmadi, kishilarning orasida yo'l bo'shila bo'lmay qolgan. Ondan bir 2 kilometr yeridagi ko'prigimizni havo tushib, yeyilib, suvga tushib yer qamalib 3-4 kun. Ondan keyin ellar qiynalib, ana az yilga mo'ylab turadi ko'p trassalar. Ondan chiqarib oilaning orasida ko'priklardan bo'lmay qolgan. 50 tonna emas, o'zi 10 tonna ko'tarilgan ko'priklarimiz bor. Yo'lda bo'shab bo'lmay qolgan. Maktablarimizning janidagi jandan o'tib maktablarimizdan jarqa ketgan, qoplardan jarqa ketgan. Hech ko'zim bo'lmagan hech kim bo'lmay turadi. Buni biz 2 kundan qarab o'tamiz. Kechib hech kim yo'q. Ko'priklar uchun belgilangan vazndan 2-3 barobar ko'p yuk olib o'tayotgan Xova rusumidagi mashinalarni nazorat qilish uchun tarozi bekatlarini o'rnatib berishni iltimos qilishgan. Lekin mahalliy hukumat davlat miqyosidagi yo'l bo'lgani uchun tarozi bekatini ochishga ruxsat berilmayotganligini aytishgan. Keyin esa haydovchilar o'zaro kelishib 24 tonnadan ortiq yuk olib o'tmaslik qaroriga kelishgan. Lekin Jalil Atambayevga tegishli deyilgan Xova rusumidagi mashinalar 50-60 tonnadan yuk olib o'tishmoqda ekan. Mana mürdağını geldim ben bir kovası yoldan sürüyoruz. Buna yolga yürüse sekin yürüsmek. Yolda görüp atasın var. Yıldın ayağında 3-4 turuktan toptalıp parıttırıp remont kılarız. Kolumuz menen. Bir hükümetten, devletten verse bir azmazdan salar kayırız. Buna Xudoga şükür baldarımızda bareken teknikası var, traktörü var. Buna bir ay yürü remont kıldık. Maile, savap oluversin olsun, savap olsun. Biroq ertaga ko'pirlar sinib qolsa biz javob beramiz. Biz qattiq olamiz.
Og'ir yuk bilan kelgan 10 ga yaqin Hovalar va 10 ga yaqin KAMAZlar 2 kundan beri to'xtab turishibdi. Mahalliy yashovchilar qachon mobil tarozi olib kelinib, transportlarning yuklari o'lchanib, boshqacha yuk olib tashlansagina yo'lni ochishlarini aytishmoqda. 4-5 yıldan beri şu ahvalga gelip yetti. Bu köprülerimiz bardığı bir 4-5 yıl can vurulgan, memleket tarafından can vurulgan köprülerden bardığı paçaktalıp gitti. Oşonduktan, bıltırdele uşul mesele kötörülüp, güzde bir çoğun janjalga aylana turgan bolup, Papanayıl hökümetinin turgunları yoldardı tosuşup, bardığı uyuşup çıkıp, al bol boğandan keyin kökbölge salışıp çerezini okat. Noqatda da çoğun janjal bolup, birok güzünde uşul mesele hiç qanday çeşilmey kalıp ketken. Oşonduktan buna bu yıl daha sezon baştaldı dağı, bul meseleni çeşilmey sayın memleketlikten geldi. Uşul maşinler uşu yerde qarmalıp tururlar. Mahalliy yashovchilarning chaqiruvlari bilan mobil tarozi punkti keldi. KAMAZlar tarozidan o'tib, ortiqcha yuklarni tashlab o'tib ketishdi. Bu orada Hova mashinalarining haydovchilari tarozidan o'tishga qarshilik bildirishdi. Bu yerda urushning keragi yo'q, janjalning keragi yo'q. O'shancha жерден men bundan keyin zakonga kirsa qattiq kirsa o'rtadan chiqib tushirdi xuddi Messi ballar tushirdan oshiqchasi. Borib ko'r, KAMAZlardan oshiqchaga o'z qo'lga tushirmashdi. Belgilangan vazndan 2-3 barobar og'ir yuk bilan ro'yxatga olingan Hovalarning soni 30 dan ortiq. Mahalliy yashovchilar Hovalar umuman yurishiga qarshi emas, ular vazn me'yori saqlanishini talab qilishmoqda. Poponliklar hukumat vakillari vaziyatdan xabardor bo'lib, masalani hal etishga harakat qilishmasa, muammo kattalashib ketishini qo'shimcha qilishadi. 22 tonna 280 kilogram. Madina, aytingchi, hozirda qulab ketish xavfi bo'lgan ko'priklar soni qancha? Ular necha yillik kafolat bilan foydalanishga topshirilgan? Popon qishloq hukumatidan Kicholoy qishlog'ini qo'shganda O'shga yetib kelguncha 14 ko'prik bor. Mazkur ko'priklarning ayrimlari 20 tonnaga loyiqlashtirilgan bo'lsa, ayrimlari 10 tonna yukka loyiqlashtirilgan. Ko'priklar o'tgan yilda 30 yillik kafolati bilan berilgan bo'lsa, hozirda vaziyat, ya'ni ko'priklarning vaziyati nochor ahvolda. Chunki Hovalarning ayrim transportlarning vaznlari o'zining vazni 15-20 tonnagacha yetadi. Ularning barchasi 25-30 tonnagacha yuk bilan o'tishga to'g'ri keladi. Bugun Qirg'izistonning Mudofaa kengashi va chegara xizmati jazoni amalga oshirish tizimidagi muammolarni muhokama qilmoqda. Mudofaa kengashining kotibi Temur Jumaqadirovning bildirishicha, chegara xizmatining samarasini oshirish, chegaralarning potensialini ko'paytirish va chegara hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy holatini yaxshilash bo'yicha aniq topshirmalar berilgan. Bundan tashqari, demarkatsiya va delimitatsiya ishlari bo'yicha topshiriqlar berilib, yuqori darajadagi tadbirlar olib boriladi. Jumaqadirov yaqin kunlarda bu ishlarning natijali bo'lishini ta'kidladi. Batken rayonining O'rtabas qishlog'iga chegaradosh qishloqlarda elektr energiyasining quvvati past, kechki payt yorug'lik xiralashadi. Quvvati elektr lampasiga yetadi xolos. Shu sababli elektr plita va muzlatgich kabi texnikalarni ishlatish qiyin. Energiyaning quvvatining pastligi sababli maktab o'quvchilari o'qish va yozishdan qiynalishadi. Masalani hal qilish uchun mahalliy hukumatga bir necha marta murojaat qilishgan, biroq natija chiqmagan. Ularning muammolarini muxbirimiz tinglab qaytgan. Mazeytning yeri deb nomlangan mazkur uchastkada 17 xo'jalik istiqomat qiladi. Qishloqning geografik vaziyati Tojikistonning Xo'jalik qishlog'iga tegishli ekin dalalarining o'rtasida joylashgan. Qishloq yashovchilarining so'zlariga ko'ra, so'nggi 4-5 yildan beri qishloqda elektr quvvati pastligi muammo yuzaga keltirmoqda. Çaynak qo'yganma 2 soat bo'ldi. Chay qaynaylik, balam saboqqa shashib yotadi. Elektr quvvati birgina chiroqqa yetadi. Shu sabab elektr plitalari va muzlatgichlarni ishlatish mumkin emas. Energiyaning quvvati pastligi o'quvchilar uchun ham o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Eşkelik'e çıkkanda karangda temselip kalam. Xuddi süet cinçiraktay olup. Şoğa endi bir oңда bunday жақшы tekşere turgan kattalar var beken. Bizning ayılga olsa 2 faz kelgen en bir süvetin naşarışı bizning ayılda. Agar keç televizor ko'rsatmaydi, o bütük bayağıday nemeni aytmayla koyalı. Nemeni, plitani. Tölkele şu jarı qarangana olat baldar final ota savaqtan.
Masalani hal etish uchun yashovchilar qishloq rahbaridan tashqari tuman hokimigacha bir necha marotaba murojaat qilishgan. Lekin tegishli hukumatlarning javoblari amalga oshirilmay, quruq va'da qatori qolib ketgan. Boshqa ilojlari qolmagan yashovchilar endilikda ommaviy axborot vositalari yordamida o'z muammolarini bildirish qaroriga kelishgan. Qayrilganimizda hukumat boshchimiz harakat qilyapmiz, qayrilyapmiz. Bir 3-fazani o'tkazamiz, zimlarni olib kelib qo'ydik deganiga 1 yil bo'ldi-chi. Ondan keyin hakimga borib qayrilganimizda hakim proyekt kelgan, o'sha proyekt bo'yicha sizlarga transformator qo'yib beramiz degan. Biroq 1-2 oy kutib turgan dedi, уже ol fevralda bo'lgan so'z. Mana уже iyun aprelning oyog'i kelyotadi, hali hech qanday jiyintiq bo'lgan yo'q-da. Shuningdek, elektr sim yog'ochlari ham eskirganligi sabab qulab tushish xavfi bor. Shamol bo'lgan vaqtda elektr simlari daraxtlarga tegib o'chib qolgan vaziyatlar ham ko'p bo'lib turadi. Yashovchilar masala tez orada hal bo'lmasa, butunlay yorug'liksiz qolishlari mumkinligini ta'kidlashadi. Kechinde svet qap-qarang'i bo'lib qoladi. Shamol bo'lsa, biz mana instalvalarimizni barda surogi bitgan 50 yildan beri turgan instalvalar bari chirib bitgan, qumga ko'milibchi. Ikkinchidan mana instalvalar bari qishayib, shamol bo'lsa, bizda svet yo'q. Bizning yashashimiz qiyin bo'lyapti. Svetimiz o'ta nachar. Вообще jarig' emas. Baldarimiz qiynalib жатат. Chechib berem dedi, вообще checha olmadilar. 1 yildan beri qayrilgan yerimiz qoladi. Joriy yilning fevral oyidan mazkur qishloqdagi elektr muammolarini hal etish maqsadida davlat tomonidan 2 million so'm ajratilgan. Shuningdek, kerakli uskunalarning ayrimlari sotib olinganligini qishloq hukumatı rahbariyati bildirdi. Yaqin kunlarda uskunalarni o'rnatish ishlari boshlanishi va joriy yil so'ngigacha yakunlanishi va'da qilingan. Vaziyetlerine canlıdan sabah deseka, ondu toğa barıp durup canlı transformatı koyuyoruz. Kuda kalasa büyük hızlı olatular. Büyük akşam bölümler üzerine kadar soru meseleleri o'tkazilmiş ketadi. Rahbarlar bergan ma'lumotlarga ishonsak, 5 yilga yaqin vaqtdan beri elektr yorug'i muammosi bor aholining masalasi joriy yilda hal etiladi. Vaziyatni bizning telekanal orqali kuzatib boring. Madina Ulug'bek qizi Qamchibek Xadjayev, Chirg'al Abdujalil o'g'li, Intimaq. Bugun O'sh shahrida Manas yoshlari tashkiloti 2016 tanlovi bo'lib o'tdi. Tadbir mazkur tashkilotning 20 yilligi munosabati bilan uyushtirilib, unga O'sh oblastining rayon va shaharlaridan bu vaqtgacha tanlovlarda g'olib bo'lgan 8 maktabning o'quvchilari ishtirok etishdi. Uning maqsadi Manas yoshlar tashkiloti eng yaxshi semetekchi va seytekchi degan nomlar uchun bellashdi. Tadbirga bilim berish boshqarmaligining vakillari, rayon bolalar ijodiyotining vakillari ishtirok etishdi. Ta'kidlab o'tsak, Manas yoshlar tashkiloti 1996-yili 15-mayda tuzilgan. Shundan buyon Manas seytek tashkilotlariga qabul qilish, qasamyod qilish asosida o'tkaziladi. Qaror sinaqdan o'tkazilayotgan negizgi maqsadlar biz o'sha yer-yerinde o'zlari bilan qaynab bir yerda ishlab yuraverishmasin deb turib, buni qaror sinaqdan o'tkazib, rayon bilan dedi ish tajriba almashyapti. Qaysi rayonda qanday shu vaqtda ishlar yurgizilyapti. Çındığında 20 yıldan aralığında bu Manas yaşları o'sha taqshalib bayağıda bir turuqtu, to'liqqandu uyumga aylanib qoldi-da. O'shning Japaloq qishlog'ida Afg'on urushida qurbon bo'lganlar xotirasiga yodgorlik o'rnatildi. Unda halok bo'lgan afg'onchilarning ismlari yozilgan. Yodgorlik Afg'on urushining faxriylari tashabbusi bilan amalga oshirildi. Mablag' O'sh shahar meriyasi tomonidan ajratilgan. Asosiy maqsadi ularning jasoratini kelajak avlodlarga yetkazish bo'lib sanaladi. Batafsil muxbirimiz bayon qiladi. Bo'lganlarga bag'ishlangan memorial haykal Japaloqning Kengash qishlog'ida ochildi. Haykalda urush vaqtida halok bo'lgan askarlarning ismlari yozilgan. Maqsadi ular tomonidan amalga oshirilgan qahramonliklarni kelajak avlodga yetkazish bo'lib hisoblanadi. İş-şaralardan eng negizgi maqsadi ushul bizden Qirg'izistondagi yoshlarni patriotik ruhda tarbiyaloo, bizden kelajakdagi muğundarımız soğuştu görbesin, biroq ushul Qirg'izistondan jelegin dunyoga atagı çıkara turgan yaşlardan bolsa ekan degan maqsadda ushul demel o'tkazib jatadi shunday Spartakada. Memorial esdalik O'sh meriyasi ta'minlovi bilan qurilgan. Ochilish marosimiga urush faxriylari, hukumat vakillari ishtirok etib, ular urush qahramonlarini xotirlashdi. Shahardan o'sha Afg'on jerkasiga ketib, o'sha yerda qaytmay qolgan jo'kalarni eskarib
иш-чарасын бирге өткөрүп атабыз. Бүгүн биз ушул бир эле Спартакиаданын ачылышы менен бирге эле ошол 3 ушул Афган согушуна барып кайтпай калган кызыл жылдыздардын ээлери биздин жердештерибиздин мемориалдык эстеликтеринин ачылышын кылабыз. Бул азыр Алиев орто мектебинде, Курманжан орто мектебинде жана Нариманов атындагы орто мектептеринде. Japala hududiy boshqarmasida 63 harbiy Afg'on urushida ishtirok etgan bo'lsa, ularning 4 nafari ortga qaytmay qolgan. Qurbon bo'lganlarning orasida Qizil yulduz ordeni sohibi Abdurahim Aliyevning nomi bilan atalgan maktabda maxsus muzey ochilib, esdalik ham o'rnatilgan. U yerda harbiyning onasiga yozgan so'nggi xat ham bor. Саламатсыз бапа. Ден соолугуңуз жакшыбы? Күнүмдүк турмушуңуздарда кыйынчылыктар жокпу? Үйдөгүлөр жакшы жүрүшөбү? Баарына менден салам айтып коюңуз. Биздин болсо ден соолугубуз жакшы, кыйынчылыктар жок. Службаны эл катары өткөрүп жатам. Болуптур. Саламатта болуңуз деп уулуңуз Абдурайым. Менин жашоомдо өзгөрүүлөр армиядан келгенден кийин өзүм өзгөргөнүм өзүм сездим. Биринчи күндөрү келгенден кийин бир жылга бери өзүм башкача сезип, мындай адамдарга анча кошулгум да келбей ошондой болуп жүрдүм. Эми азыр жакшы, Кудайга шүкүр, үйрөнүп көрүп жашоо жакшы. Endilikda Afg'on urushida qurbon bo'lganlarning barchasiga bag'ishlanib hududlarda esdaliklar ochilishi rejalashtirilgan. Eslatib o'tsak, 1989-yilning 15-fevrali xalqaro tarixda ahamiyatli sana. Unda Buyuk Держава deb nomlangan SSRning qurolli kuchlarining qismlari Afg'oniston Demokratik Respublikasining hududidan chiqarilgan. Qirg'izistondan urushga 7000 ga yaqin askar ketgan bo'lsa, uning 800 ga yaqini O'sh shahridan borgan. Majna Ulug'bek qizi Ajna Bazarbayeva, Azam Buzrikov, Intimaq. G'alaba bayramiga sanoqli kunlar qoldi. Intimaq telekanali urush faxriylari bilan tanishtirishda davom etadi. Bu galgi qahramonimiz Jo'ldoshboy Adayev. Faxriy urushga 1942-yili O'sh shahrining To'lakon qishlog'idan ketgan. Baxtga qarshi birga ketgan safdoshlardan faqat o'zi qaytgan. U Kiyev, Kaluba kabi shaharlarda jang qilgan. Jo'ldoshboy Ata bilan bizning ijodiy guruh suhbatlashib qaytgan. Jo'ldoshboy Adayev ulug' vatan urush haqida nabiralarga aytib berishdan charchamaydi. Sababi undagi voqealar yoshlarni vatanni sevishga targ'ib qiladi. 1924-yilda To'lakon qishlog'ida tavallud topgan Jo'ldoshboy ota 18 yoshda frontga yo'l olgan. Qahramonimiz vatan uchun xizmat qilishga chin ixlosi bilan kirishgan. Bir siynamiz askarga borat ekanmiz. Avval so'g'ishda ölüm citim jönde çok işiniz. Barı bile mıltıkta alıp başkalar tankelerdi üstüne düşüp düşmanın atışsak bula degen kala nerse oluptur. Elimizni korusak, çerimizni korusak deb. Urushga yo'l olishdan avval 1942-yilda Moskva shahrida 3 oylik mashg'ulotdan o'tgan. Keyin esa SSRning bir necha shaharlarini Germaniya askarlaridan bo'shatishda ishtirok etgan. Qonli maydonda vatanni himoya qilish uchun ko'rsatgan qahramonliklari uchun bir necha marotaba faxriy yorliqlar, diplomlar va ordenlar bilan taqdirlangan. Urush kunlarida bo'lib o'tgan voqealarni Jo'ldoshboy Adayev bunday deb yodga oladi. Qattiq sovuqda, dekabrda o'sha yerda bo'ldik. Boyaqi sovuq o'sha yerda ko'zimdan dala ketdi. Daraxtlar pitli tegirek oppoq bo'lib turadi. Qattiq sovuq bo'lganda mana daraxtlardan har bir shoxi shundayla oppoq bo'lib qotib qoladi. O'shanda bilan o'sha yerda sog'ishyapti. O'sha titrab o'tdi. Kuni-tuni liniyada o'z okopda sovuq. 1945-yilda Sovet armiyasi fashistlarni mag'lub qilishida harakat qilgan Jo'ldoshboy ota Moskva shahrida harbiy xizmatni davom ettirib 1947-yilda vataniga qaytib kelgan. To'lakondan urushga borganlardan birgina Jo'ldoshboy Adayev qaytib kelganligini aytadi. Hozirda 4 qizi, 20 nabirasi, 50 dan ortiq chevarasi va 5 evarasi bor. Ulug' atameken uchun bo'lgan so'g'ishda o'zining jonini ayabay, qonini ayabay, bir gana biz emas, бүткүл Кыргызстандын eli үчүн, жери үчүн ушундай тынчтык заманда алып келген үчүн биз өтө сыймыктанабыз. Өзүм медик болгондуктан буларды өтө жакшы караймын. Тамактарды бүт витаминдүү жасап беремин. Булардын сергек жашоосу үчүн жан дилим менен күрөшөм.
Yo'ldosh Bayadayev 40 yilga yaqin maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Hozirda qishloqdoshlari oqsoqol bilan faxrlanishadi. Kommunal va boshqa chiqimlarda davlat tomonidan yordam beriladi. Sotsiallik tarmoq jag'idan, uy tirikchilik, chashu jag'idan bardığını hükümet tili. Suğa şeyin, vodoprovodga şeyin. Kömür, su, gaz, her yılı samolyot menen kurortga bara turgan bardığını hükümet tili. Akşaga aylandirip koygan. Razıyız hükümetke. 92 yoshga to'lgan bo'lsa ham qahramonimiz xo'jalik yumushlari bilan shug'ullanib turadi. Shuningdek, har doim yoshlarga yo'l ko'rsatib keladi. Qorasuv rayonida eng yaxshi maktab 2016 tanlovida birinchi o'rinni olgan Sidiq Alaychi o'g'li nomidagi maktab gimnaziyasi oblast miqyosidagi tanlovga tayyorlanmoqda. Maktab jamoasi erishgan yutuqlari to'g'risida ko'rgazma uyushtirishga va o'tilgan darslar to'g'risida dasturlarni tayyorlashmoqda. Oblastlararo tanlov 5-mayda bo'ladi. Uning natijasida g'olib jamoa respublika miqyosidagi tanlovga yo'llanma oladi. Tadbir ministrlik tashabbusi bilan o'tkazilmoqda. Bizden Qarasuv rayonunda 132 mektep var. Buna şu 132 mektepler 6 aymakka bölüngen. Birinci aymak mekteptin özünde, aylı hükümetin özünde oldu. Ondan keyin aymakta oldu. 6. bizki 5. aymak şu 5. aymakta oldu. Bu oblastlık dengel turu kaldı. Oblasttan ötse Kuday kalırsa. Respublikada dağın at salışarız Xudo qalsa. Dasturimizni dunyoda bo'layotgan so'nggi voqealar bilan davom ettiramiz. Keniyadagi yovvoyi tabiat qo'riqxonasida dunyoda kam uchrovchi yo'qolib borayotgan yirik jonivor muhofazaga olindi. Shimol oq karkidoni 24 soat davomida qurolli nazoratchilar tomonidan kuzatuvga olingan. Hukumat vakillarining so'zlariga ko'ra, ularning yo'qolib ketishiga brakonyerlar sababchi bo'lmoqda. Hozirda tabiatni va jonivorlarni qo'riqlash maqsadida Keniyada har bir davlat vakillarining ishtirokida sammit o'tmoqda. Olpejeta, Keniyadagi yovvoyi tabiat qo'riqxonasi. Bu yerda kamyob uchrovchi shimoliy oq karkidonlarni yo'qolib borayotgan turini uchratish mumkin. Ularni kecha-yu kunduz qurolli navbatchilar qo'riqlaydi. Tabiatni muhofaza qilish agentligi bu ulkan hayvonlar hozirgi kunda himoyaga muhtoj ekanini bo'lmasa yo'q bo'lib ketish xavfida ekanini aytishadi. Ularga brakonyerlar ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Brakonyerlar menен kurashishni көйгөйдү чече албайт. Суроо талап Азиядан түшүп жатат. Ошондуктан кылмыштуулуктун булагын бууп коюу керек. 28-30 aprel kunlari Keniyadagi gigantlar klubi deb nomlangan sammit o'tkazildi. Unda 170 dan ortiq delegatlar ishtirok etdi. Ularning orasida tabiatni muhofaza qilish agentligidan hamda Afrikadan kelgan vakillar ham bor. Kunning mavzusi qatori ulkan jonivorlarni, ya'ni fillar va oq karkidonlarni saqlab qolish va noqonuniy ovchilarga nisbatan keskin chora ko'rish masalasi tashkil etdi. Biz bugungi kunda Afrika kontinenti боюнча инвестицияларды кеңейтип, биргеликте жолугуп бараткан жанныктарды сактап калуунун жолун табышыбыз керек. Sammit Keniyaning Nanyuki shahrida tashkil etildi. Yig'indan keyin mahalliy hukumat kontrabandachilardan olingan fil suyaklarini yoqib yuborishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Bunda umumiy bo'lib 100 tonnadan ortiq suyak yo'q qilinishi aytilgan. Barchasini kuydirib yubormasa o'z qimmatini yo'qotadi deyishadi. Uni qora bozorda 30 million dollarga baholashmoqda. 2014 yili hisobiga ko'ra Afrikada yiliga 20-25 mingga yaqin fillar o'ldiriladi. O'tgan yili 1300 ta karkidon yo'q qilingani ma'lum bo'lgan. Mashhur hindistonlik siyosatchi Premyer minister Narendra Modining haykali Londondagi muzeylarning biriga qo'yildi. Xuddi o'ziga o'xshagan haykal ko'pchilikning taklifi bilan yasalib, u 4 nusxada yaratilgan. Haykalni yaratishga 4 oy vaqt sarflanib, yasash ishlari uchun mutaxassislar Hindistongacha borishgan. Tirik odamdan farqlanmagan bu haykal haqida navbatdagi lavhada tanishasiz. Londondagi mashhur ayol Tusi muzeyida Hindistonning bosh vaziri Narendra Modining haykali yaratildi. Uning yonida jahondagi yana ko'plab mashhurlarning haykallari bor. Hindiston siyosatchisining haykali ko'pchilikning taklifi bilan yaratilgan. U ijtimoiy tarmoqlar va jamiyat orasida alohida ahamiyat qozongan. Skulpturani yaratishga 4 oy vaqt ketgan.
Сакал муруттарын, кашын ар бирин кылдаттык менен өзүнчө жасап чыгуу көп убакытты талап кылат. Андан да теринин өңүн чыгаруу үчүн айкелдин ар бир бөлүгүнө 20дан ашуун түстүү боектор иштетилет. Bu haykalni yaratish jarayonida Narendra o'zi ham ishtirok etgan. Muzey xodimlari bilan u Dehli shahrida uchrashgan. Umumiy bo'lib 4 ta haykal yasalgan. Ularni London, Singapur, Gonkong va Bangkokda ko'rish mumkin. Бир эле кишинин бир убакта 4 айкелин жасоо биз үчүн сейрек кездешүүчү нерсе. Андайлар көбүнчө атактуу Голливуд жылдыздары Анджелина Джоли жана Брэд Питт сыяктууларга жасалчу. Muzey rahbariyati bu yerga tashrif buyurganlarga Modining yonida rasmga tushishga ham ruxsat beradi. Undan tashqari Hindistonning boshqa mashhur siyosatchilarining ham muzeyda haykallari bor. Efir yakunida qiziqarli lavhaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Uy ro'zg'or ishlariga yordam bergan itlarni ko'rganmisiz? Bu lavhadagi uy jonivori o'z egasiga har bir ishda yordam beradi. Kiyim tikishda, mix qoqishda, qolaversa, avtomashina yuvayotganda ham suv quyib turar ekan. Aqlli va sabrli jonivor ekan. Hafta mana shunday voqealar bilan yakunlandi. Dam olish kunlaringiz mazmunli o'tsin. Xayr omon bo'ling. Ақтық суусундугун не сүйбүлөбүз менен ичебиз. Айрыкча мен гипертонмен ооруп жүргөндөн бери ушул актык суусун ичкенден бери жакшы болуп, кан басымым азайып, салмагым да азайып, ашказаным да жакшы иштеп, актык бул ден соолукка сактык. Ақтық ден соолукка сактык. Шаардагы соода борборлорунан алсаңыздар болот. Qirg'iziston Respublikasida 1-mayga qarata kutilayotgan ob-havo ma'lumoti bilan tanishib oling. Ob-havoning homiysi Aqtiq ichimlik suvlari. Aqtiq salomatlik garovi. Ertaga mamlakatimizning ayrim hududlarida yomg'ir yog'ishi kutilmoqda, tog'li hududlarda qor yog'ishi mumkin. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundasiga 4-9 metr, ayrim hududlarda 9-14 metrga yetish kutilmoqda. Ob-havo harorati Chuy oblastida kechasi 5-10, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'ladi. Talas oblastida 4-9, kunduzi 20-25 darajalik bo'lishi kutilmoqda. Issiqko'l oblastida havoning harorati kechasi 3-8, kunduzi 15-20 darajalik bo'lishi mumkin. Norin oblastida havoning harorati kechasi 3-8, kunduzi 17-22 darajalik bo'lishi kutilmoqda. Botken oblastida havoning harorati kechasi 6-11, kunduzi 22-27 darajalik bo'ladi. Jalobot oblastida havoning harorati kechasi 6-11, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'lishi mumkin. O'sh oblastida havoning harorati kechasi 6-11, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Shahrimiz O'shda ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 11-13, kunduzi 26-28 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Poytaxtimiz Bishkek shahrida 1-mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 8-10, kunduzi 24-26 darajalik bo'lishi kutilmoqda. Ob-havo ma'lumotining homiysi Aqtiq ichimlik suvlari. Aqtiq salomatligingiz garovi. Клинические испытания напитка «Aqtiq» выявили его высокую эффективность в лечении и профилактике многих заболеваний, а также как общеукрепляющего средства, богатого минералами и витаминами. «Aqtiq» – источник здоровья. Можете приобрести в торговых центрах города.